Bugunmi davomli atgan qopqan bir kun o'zimning orzusi uchun tirshay. Tirshili. Atkin sipay so'xib sizga oshxonaga chiqish qo'shaqmay hozir evoldim atganlik tamqimni. Sinab kirsam yan davomli ballim yo'q-a. Shunda payzi. Başta bir nashta o'tib o'g'inish qilaydi. Nashta qilishni boshlab ketdim mana. 3-4 kun binacha pahmon qalida kep ketparman mana binasilnimi. Addiylama. Qosaqnim to'yg'uz bo'p bugungi o'g'inishni boshlab ketdim. Bugun mashu bizning joyiga to'g'ri kitob o'qiyman. Kitoblarni qattirib o'qib, teshi qarsam yana opayni olib ketibdi. Vaqt bak ishtik o'tidgash tirshay. Kitobni o'qib bo'p, og'aynam qarsam men qarab turibdi, shiping gap qo'g'ash mundaq inkin silab qo'ydim. Men bak umoq bo'shqib. Bugungi 1 soat darsini boshlab ketdik. 1 soat tiykotasilda teshbak so'xonkin ichida o'tmoqchi bo'ldi. O'qim harakat qilsang bo'lmaydi debdim. Mallan chuvon og'aynam harakat qilib turibdi bizga. Miyada mankaptiga harakat qilish o'zim harakat qilib ketdim-a. Darsda tushdik, yen savodoshlarim bunaq shiping yeb qo'yatman. Men tunjorim miya jihra qilib qo'ydim, kelishgan bo'lgandan keyin. Ma ondin kelishgan taxi. Voye. Mustaq kulkichaqchaq ichida 2 soat darsni boshlab ketdik, addiylama. Tunjorim uxlamag'ili 3-4 kun bo'lib qolgandi, bugun yana uxlab qoldi bu. Bulamidi? Bu dars mustaq xushallik ichida oxirlashdi. Hozir hammiz tamoq yegilmoqdik oshxonaga. Tamoqni yeb bo'lib yo'q kirib aramay hozir sinf o'qimadim. Sinf kirib endi videolarni tatib ketdik-ku. Tushdan keyingi 1 soat dars bo'lsa Banxuykani manglab bo'ldi. Banxuykadan keyin dars yo'qdi, hozir yenib mandoq hammiz yana. Yana qig'il ish bo'lganki, og'aynamga zopin tatib bagilmandim, men limonni kiyib zopin tatishni boshlab ketdik. Oddiylam kaydoti kallam limonni. Haqiqatda issiq kajmo lekin. Mushtam mazraq sopini bin tatib mandoq hozir maktabga nep. Yataqim kirib pay chiqib qoldi gapga birdan xuyfu quvvatima. Mushta ko'rsanglar bo'ldi billah. O'rinmaydigan mushtaq quvvati chiqchimi. Ham undan boshqa bizning chunda har kun mushtaq munavvar yetakchilar shundoq payz darslarni so'zlab turdi. Ishga bak rozi emas kaysfon qilganimga. Mushtaq ko'rganingdek do'stlar, kunda rimaylam uzilmay quvvatidi. Yan bir jihatdan bizning tushundimi munavvar yetakchilar kundoqshimiz mushtaq payz darslarni so'zlab turibdi. Chiqib manba xushalmash kaysfon qilib o'zimdan pulsini topdim. O'qishimga dasriyatni chiqib bak xushalman. Mushtaq bizning kasbni qilg'ispa bo'lib qolsa, men bilan aloqalasam bo'ldi. Mas'ullik mash bizning kasbni shundoq inishga holatda tushunib qo'ysam bo'ldi. Hamsa bugungi videomi mishada axlasin. Xayr xo'sh, keyingi sonni ko'rishaylik.